Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston bo'ylab butun xalqni larzaga soladigan yangilik tarqaldi. Pensiya yoshi oshirilishi haqida gap ketmoqda. Bu millionlab oilalar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan qaror bo'lishi mumkin. Lekin haqiqat nima? Hozir rasmiy qaror bormi yoki bu shunchaki mishmishmi? Keling ushbu videorolikda batafsil ochiqcha gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshi oshishi rejalashtirilmoqda. Bu haqida 10-sentyabr kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Murodbek Atajonov Sport.uz'ga ma'lum qildi. Pensiya islohot loyihasiga ko'ra, erkaklar uchun pensiya yoshi 60 yoshdan 63 yoshga, ayollar uchun 55 yoshdan 58 yoshgacha oshirilishi taklif qilingan. Bunda pensiya yoshini oshirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Har yili yarim yildan qo'shib boriladi. Murodbek Atajonovning so'zlariga ko'ra, dunyoning ko'plab mamlakatlarida pensiya yoshi 65 yoshdan yuqori. O'zbekistonda pensiya yoshi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun qabul qilingan beri 32 yil davomida oshirilmagan. Pensiya yoshini oshirish to'g'risidagi qaror hali qabul qilingani yo'q. Pensiya jamg'armasi pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha 1 oy muddat davom etadigan jamoatchilik taklifi yig'ish uchun maxsus platforma ishga tushirilmoqchi. Olingan takliflar o'rganiladi va jurnalistlar va blogerlar ishtirokida ikkinchi muhokama o'tkazish, o'zgartirish kiritish va pensiya islohoti loyihasini rasman taqdim etish rejalashtirilgan. Pensiya islohoti haqida Hukumatning 2024-yil 23-sentyabrdagi qarori bilan pensiya tizimini isloh qilish konsepsiya loyihasini ishlab chiqarish bo'yicha ishchi guruh tarkibi tasdiqlangan. Unga bosh vazir o'rinbosari, Iqtisodiyot va Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov boshchilik qiladi. Kelishuv asosida Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro mehnat tashkiloti mutasaddilari jalb qilinadi. Bu guruh amaldagi davlat pensiya ta'minoti mavjud muammolarni tahlil qilish hamda xorijiy tajriba asosida tizim barqarorlashtirish, ta'minlash va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga qaratilgan. 2025-yil 1-iyuldan Xalqaro valyuta jamg'armasi va boshqa xalqaro tashkilotlarning tavsiyalariga asoslanib O'zbekistonda pensiya yoshi oshirilishi haqida xabarlar tarqalgandi. Pensiya jamg'armasi bunga munosabat bildirib, hozirda pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinganligini, amalga oshirilayotgani ishlar, o'zgarishlar va tahlil qilish va takliflar ishlab chiqishi bosqichida turganini bildirgan. Ayni paytda O'zbekistonda yoshga doir pensiya olish uchun erkaklar 60 yoshdan, ayollar esa 55 yoshdan bo'lishi kerak. Bundan tashqari erkaklar uchun kamida 25 yil ish staj, ayollar uchun esa 20 yil ish staji talab qilinadi, deyilgan ma'lumotda.